Sizni ekinlaringizga mana bu kechagi kungi sovuqda qilgan ta'sirini kamaytirish, zararlardan chiqib ketish uchun nimalar beradi? Mana u sulfat kaliy bilan sulfat magniy. Mana shu haqida qisqacha ma'lumot beramiz sizlarga. Sulfat magniy. Sovuq urgan o'simlikda Bunisi. birinchi navbatda fotosintez jarayoni to'xtaydi va barglar sarg'ayib, oqarib qoladi. Fotosintezni tiklaydi. Tarkibidagi magniy xlorofilning asosiy markazi hisoblanadi. Bu barglarga yashil rangni qaytaradi va quyosh energiyasidan foydalanishni qayta tiklaydi. Energiya almashinuvi. Sovuqda ekin o'z energiyasini yo'qotadi. Magniy fosforning o'zlashtirilishini tezlashtirib, o'simlikka quvvat beradi. 2. Kaliy sulfat. Sulfat kaliy. Suvga ko'p to'plangan yoki sovuq urgan ekinlarda hujayra devorlari bo'shashib qoladi. Kaliy buni tuzatadi. Hujayra mustahkamligi. Kaliy o'simlik hujayralardagi suv balansini boshqaradi. Sovuqdan keyin bo'shashgan to'qimalarni qattiqlashtiradi. Immunitetni oshiradi. Ekinning kasalliklarga va keyingi kutilayotgan harorat o'zgarishlariga chidamliligini oshiradi. Suv almashinuvi. Agar ekinni suv bosgan bo'lsa, ildiz nafas olishi qiyinlashgan bo'lsa, kaliy o'simlikning ichki o'zga aylanishini yaxshilaydi. Birgalikda qo'llashning foydasi. Bu ikki mahsulotni aralashtirib ishlatish antistress effektini beradi. Ular o'simlikni nafaqat sovuqdan keyin o'zini tiklashga yordam beradi, balki ildiz tizimining faollashishiga ham turtki beradi. Tavsiya: stress holatida mana shu ikki mahsulotni olasiz. Biz sizga Farg'ona, Andijon, Namangan bo'lib yaxshi narxda yetkazib beramiz. Savdo qiluvchilar uchun ma'lum kilogrammdan boshlab kelishuvda dastavkamiz bor. Agar dehqonlar bo'ladigan bo'lsa, Quvasoy shahrining Qizlaskar qishlog'ida do'konimiz bor. Kelasizlar, biz sizlarga chiroyli holatda narxlarni kelishtirib beramiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin.